Unutursang edi agar yuragim, muhabbat bor derdim dunyoy dunda. O'z sevgimni men ham uchratarmidim. Yomg'ir sho'nglagan shunday bir kunda. Ijrochi prodyuser Kim Jong Shik. Prodyuser Kim Chol Kyun. Ssenariy muallifi Choi Ho Yan. Tasvirchi Kim Yong Su. Musavvir Pak Yong De. Bastakor Park Jong Wong. Rejissyor Yoon Sok Ho. 여우가 쓸까는 거 아닐까? 알고 있나요? Say yes, I wanna feel my life. To'xtang, u yerga kirish mumkin emas. Qo'yib yuboringlar, uni ko'rishim kerak. Qismini bo'ldik. Keyingi epizodga o'tamiz. Tasvir joyidami? Ola oldingmi? Hammasi joyida, xavotirlanmang. Keyingi epizodga o'tsak ham bo'ladi. Assistent qani? Labay, Gul solingan savat tayyormi? hali kelgancha yo'q. Baxtimiz tugayapti. Gulchizdan esa darak yo'q. Kim hali kelmadimi? Tayyor bo'lish kerak edi. Nima hammani o'zingizga o'xshagan bekorchi deb o'ylayapsizmi? Suratga olish jadvalini ko'rmoqmidingiz? Kechikdingiz. Axir butun voqea gulga qurilgan-ku. Gullarsiz ishlay olmasligimizni bilardingiz. Kimon? Sizni nufuzli kishilar tavsiya qilgandi. Ularning yuzini yerga qaratmaysiz deb o'ylovdim. Kechirasiz. Avtobus kutib qoldim. Keyin gullarni saralab olishga to'g'ri keldi. Ma'qul. 이뻐서 Ajoyib. Minnatdorman. Siz nima, gullarni aytyapman. Albatta. Rejissyor nima dedi? Pursagini qo'rdimi? Men gulning shunchalik muhimligini bilmayapman. Endi seni haydashadimi? Hammasi joyida. Gullar meni qutqardi. Rostdan, Gulni ko'rib, ko'nglim yumshada qoldi. gul tufayli deyapsanmi? Balki senga mahliyo bo'lib qolgandir. Bilasanmi? Ba'zan go'zal bo'lish kishiga ortiqcha tashvish keltiradi. Boshimdan o'tkazganman. Menga ishonaver. Bosqsangchi, nimamga mahliyo bo'lardi? Bularning hammasi bir go'r. Qizlar, keyingi epizod boshlanadi. Hozir.
uzoq bo'ldingmi? Deyarli. Ertaroq ketsam maylimi? Ishim bor edi. O'rnimda biroz ishlab tura olasanmi? Qayerga bormoqchisan? Aha, bilaman. Jo'mja qaytib keladi-ku. Senga havasim keladi. Mayli, boraman. Rahmat. Tinchlikmi? Kimni ko'rib qolding? Yo'q, hech kimni. Qayerda eding? Shu yerda. Seni izlab keldim. Sen hamma bizga qarayapti. Qarayverishsin. Hammasiga men bosh qotirishim kerakmi? Axir arkadalar ta'mirtalab bo'lib qolganini ko'rmadingizmi? Sizga gapiryapman. Nega jimsiz? Ha, iltimos, biror qarorga kelsangiz, menga qo'ng'iroq qiling. Bilmayman deb qutuldim, bilaman deb tutildim deb shuni aytishar ekanda. Tushunmasa ham hech bo'lmasa o'zini tushungaga solib turmaydimi? Bir bema'nilik. Labay. Oting nima edi? Sen meni umusan? Birga o'qitanaylik. Mana uni qaranglar, tomdan taraja tushganda. Qornim och deyapman. Seul 3 yil ichida yana ham o'zgarib ketdi. Qarab, ko'zing to'ymaydi, ha? Shundaymi? Naq suluv qiz deydigin. Hazilni ham o'rganibsan-da, ha? Qizlar boshingni aylantirganmi deyman? Onangga qo'ng'iroq qildingmi? Keyin qilaman. Qaytganimni onam bilmaydilar dema tag'in. Oldin o'zimga kelib olay. O'qishlaring nima bo'ldi? Hammasi jonga tegdi, tashladim. Balki sevib qolgandirsan. Sevib? Yo'q. Inhega o'xshagan qizni hali uchratmadim. Unda 3 yil uyoqda nima qilib yurding? Qammollik qildim. Bo'ldimi? Ovqatingni yesangchi. Yana sog'inding. Tug'ilgan kuning bilan. Tabriklayman. Rahmat. Ahmad Jammi. Seningchi bu nima? Qayda? Qani ochchi. Syurpriz. Ha, syurpriz.
Senga atap yasadim. Tasodiflarga tayyor tur deb. Qo'rqib ketdingmi? Ha, Bu esa haqiqiy sovg'am. rostdanmi? Ha, Yana syurprizmi? Ochaymi? albatta, qani och. Zo'ru. Yoqdimi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, yoqmadimi? Albatta yoqdi. Juda chiroyli ekan. Judayam. Xursandman. Jonga, seni sovg'ang qani? Sovg'am? Sovg'am bor. Ko'rsatchi. Faqat bu sovg'a Jammiga. Menga? Tashakkur o'rnida. Yo'qligimda kuyovingga qarab turganing uchun sovg'a. Bundan keyin ham do'st bo'lib qolishingni istayman. Boshqacha aytganda, senga pora beryapman. Yana niyating boshqacha bo'lmasin. Yashirincha sevgi izhor qilib yurmagin, tag'in. Aytib qo'yay. Mendan umidingni uzaver. O'z dugonamning yigitiga ilakishish niyatim yo'q. Ha, albatta. Ha, nima? Nega kuyapsizlar? To'g'risini aytdim. Tushundim. Nimani tushunding? Bunaqa savdo boshimdan o'tgan. Haligi qiz esingdami? Charchagan ko'rinasan. Yaxshi dam ola olmayapsan. Tuzukmisan o'zi? Yana kasal bo'lishingni sira ham istamayman. Hozir yaxshiman. Tuzalib ketdim. Ishonmayapsanmi? Kevon! Bo'ldi, ishondim. Qo'lingdagi tutib ol. Sekinroq yugur.